Hürmetli vatandaş, bugünkü vaziyetimiz, emlikçiyemiz bugünkü islaha 2023 yıl 10. ayının 21. günü heptiki şembe hürmetli vatandaş. Vaziyet neyse hazır Hamas gürege alga Amerikalıklardan 2 nefer kişine koyup verdi. Bundan keyin hazır vaziyetimiz neyse vatandaş. Ötkende Aksaray'da Prezident Joe Biden nutq sözlüğü degen edi. Şu nutq sözlüğe vaqtida Xitoy tiliga tarjima qilinmagan bir abzastek bir mazmun bor ekan. Bu mazmunni bugun sizlarga topshiramiz. Hem bunu vaziyet deymiz çünkü prezidentning og'zidan chiqyotidi bu gap. Hem bunu bugun sizlarga leksiya deymiz vatandaşlarım. Mesela buna mavzusu bundaq vatandaş. Qattiq ve to'g'ri bo'lish. Prezident Joe Biden haftaning 4-chi kuni suhbat bayon qildi. Bu bir jumla zilzila paydo qildi. Mavzuli xabar BBC'ning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bugun kech Amerika sharq vaqti Prezident Joe Biden butun Amerika mamlakatga televiziya nutqi so'zlab butun Amerika xalqiga, butun dunyo xalqiga tunji qatim ochiq qilib mundaq ko'rsatdi. Amerikada hozir 2. dunyo urushi mezgilidagiga o'xshash strategik moddiy ashyolarni ishlab chiqarish va ularni saqlash, jug'lashni yo'lga qo'ydi. Bu signal odatdan tashqari g'ayri bir signal edi. Ahamiyati intayin zo'r bir signal edi. Tarixda bundaq ahvolning o'ttirig'i chiqishi Prezident Roosevelt ayni chaqda Davlat Majlisida nutq so'zlab Yaponiyaga urush e'lon qilgan chaq edi. Shu qatam so'zlagan nutq bilan bu qatam so'zlangan nutqning farqi bor deyilsa, undaqda dal hozir davlat mudofaa safarbarlik qonuni e'lon qilish va prezident imzo qo'yib ijro qilishga 3. dunyo urushining o'q ovozilar kelib qoldi. Ayte ağırğa salmak bek ağırğa bu nutqning vatandaş. Bunu Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden payshanba kuni so'zlagan, Aksarayda so'zlagan, nutqida so'zlagan gapga ma abzasini bir anlanga. Bu signal odatdan tashqari g'ayri bir signal bo'ldi. Ahamiyati intayin zo'r bir signal bo'ldi. Tarixda mundaq ahvolning o'tirig'i chiqishi Prezident Roosevelt ayni chaqda Davlat Majlisida nutq so'zlab Yaponiyaga urush qilgan chaq edi. Shu qatam so'zlangan nutq bilan bu qatam so'zlangan nutqning farqi bor deyilsa, undaqda dal hozir davlat mudofaa safarbarlik qonuni e'lon qilish va prezident imzo qo'yib icra qilishga 3. dunyo urushining o'q ovozilar kelib qoldi. Prezident Joe Biden shuning uchun shunday oshkor va ochiq so'zlab Amerika xalqining va butun dunyo xalqining 3. dunyo urushining tahdidiga duch kelganligi to'g'risida ogohlantirish berdi. Chunki Rossiya Ukraina urushi 1 yil o'tgandan keyin ciddi bir paytga yetib keldi. İsrailiya Falastin bu o'q dorish iskilatining tuyuqsiz portlab chiqishi, portlashni buzib har qanday istixborot xabarlari bilan oldin ma'lumot berilmaganligi Amerika siyosat belgilash qatlamiga nisbatan aytganda boshni qaymoqtirgudek uchurning zarbisiga uchirganlikdir. Amerika'da siyaset belgelaş yukarı katlamış şunu o çok tonup yetti ki Rusya, Ukrayna uğraşı herkes
Prezident Vladimir Putinning yakka yegona ishi emas. Balki raqobat va dushmanlik bilan Amerikaga qaratilgan, Amerikani ajizlashtiradigan bir qator strategik harakatlarning oldingi shapsidir. İsrail-Palestin urushi shuning uchun Amerikani cho'chitib o'rnidan turg'azdiki, Rossiya va Ukraina urushi bilan Palestin-Isroil urushi Amerika uchun aytganda eng zo'r ziyon zahmat, dollarga, pulga keladigan ziyon zahmat emas. Balki Amerikada siyosatda parchalanish, jamiyatning davolg'ishi, ikki partiyaning talash tortishini keltirib chiqaradigan, eng oxirida Amerika-Koreya urushi, Vyetnam urushiga o'xshash. Amerikada solchilar fikr aqimidagilarga quttirib etadigan va saylam siyosatida quttirib etadigan bir ziyondir. Amerika agar Rossiya va Ukraina urushida quttirib etadigan bo'lsa, bu demak demokratik dunyoning Yevropadan ayrilib qolishidan derak beradi. Amerika agar Isroil-Palestin urushida quttirib etadigan bo'lsa, butkul O'rta Osiyo qora hijobga yo'g'iladi. Mush abzasini yana bir o'qib o'taymi vatandosh? Amerika agar Rossiya va Ukraina urushida quttirib etadigan bo'lsa, bu demak demokratik dunyoning Yevropadan ayrilib qolishidan derak beradi. Amerika agar Isroil-Palestin urushida quttirib etadigan bo'lsa, butkul O'rta Osiyo qora hijobga yo'g'iladi. Amerika agar Tayvan bo'g'izida quttirib etadigan bo'lsa, demokratik dunyo butkul Ulug' okeandan ayrilib qoladi. Amerika agar Tayvan bo'g'izida quttirib etadigan bo'lsa, demokratik dunyo butkul Ulug' okeandan ayrilib qoladi. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Xuddi Ikkinchi dunyo urushi mezgildikiga o'xshash Amerikaning ishchilari hozir demokratik harbiy qurol yarog' zavodi quryapti. Bunga tahlil mi ketmaydi, obzor mi ketmaydi vatandosh? Ikkinchi dunyo urushi degan bir eg'iz gapni Prezident Joe Biden o'zi eg'izga elayotdi. Agar Ukraina urushida Amerika yengilib qoladigan, quttirib etadigan bo'lsa, masalan, Ukrainani qo'llash jarayonida vaqt butkul demokratik dunyo Yevropadan ayrilib qoladi. Agar Palestin Isroil urushida Amerika quttirib etadigan bo'lsa, butkul O'rta Osiyo qora hijobga yo'g'iladi. Agar Amerika Tayvan bo'g'izida quttirib etadigan bo'lsa, demokratik dunyo Ulug' okeandan ayrilib qoladi. Mana bu o'zidan o'ziga chiqib turgan obzor, ham leksiya, ham vaziyat, hurmatli vatandosh.